Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Munisa Rizayevaga gapiruvding ko'taga ham bilmabdi seni qara esizgina. O'zi gapirib chiqibdi. Haqiqatan ham to'g'ri aytayapti. Biz musulmon dini muhabbatni targ'ib qiladigan, mehr oqibatni targ'ib qiladigan dinimizda birovlar qamalganda ustidan kulib, yugurib, u yoqdan bu yoqqa men qildim deb yurish kerak emasdir-ku. Ya shunaqamikan bilmadim. Молодец Munisa Rizayeva boplab tashabsiz. Bir ikki og'iz gapingiz bilan vest hamma narsani yopib, o'sha hamma narsaga oydinlik kiritibsiz. Haqiqatan ham Munisa Rizayevani berimini vaqtida Jasmin juda gaplar gapirgan. Ikkalasi mana yana dugona bo'lib turib, bir-birini kechirib, yana bir-biri bilan sevishib, yana muhabbat qurdi. Nima keragi bor ekan, g'iybat, bo'xton narsalarda. Uzog'i bir haftada Jasmin oramizda bo'ladi, xudo xohlasa. Uzog'i bir hafta qoldi yana. Xudo xohlasa hamma narsasi toza chiqib oldimizga qaytadi. O'sha vaqtni noyabr oyida, noyabr oyini Jasminga beramiz. Sizlarning dodlaringizni Jasmin bersin.